O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan maxsus huquqiy rejim joriy etilmoqda. Avvalo, raqamli platforma yaratiladi. Unda barcha zarur xizmatlar qamrab olinadi. Tadbirkorlikning yaxlit raqamli ekotizimi ishlab chiqiladi. Platforma orqali quyidagilar amalga oshiriladi: ro'yxatdan o'tish va ishlash, yakka tartibdagi tadbirkorlik ochish yoki o'zini o'zi band qilishni rasmiylashtirish, zarur bo'lganda faoliyatni to'xtatish nazarda tutilgan. Soliq majburiyatlarini avtomatik bajarish. Bunda hisobotlarni shakllantirish, daromadlarni deklaratsiyalash va ularni jo'natish, soliqlarni to'lash belgilangan. Hisob-kitob va to'lovlarni amalga oshirish shakllari, tovarlar va xizmatlar uchun to'lovni qabul qilish, fuqarolar o'rtasida o'tkazmalarni amalga oshirish, P2P, bank hisob varaqlarini ochish va boshqarish, barcha operatsiyalar real vaqt rejimida fiskallashtiriladi. Elektron fiskal cheklar beriladi. Amalga oshiriladigan to'liq moliyaviy sikl, elektron hamyonlar, naqd va naqd pulsiz to'lovlarni qabul qilish, QR kodlar va Tap to Pay orqali to'lov, barcha pul oqimlarini boshqarish. Ikkinchi, huquqiy rejimning qo'shimcha afzalliklari. Birinchidan, elektron imzosiz. Bunda biznesni ro'yxatdan o'tkazish, shartnomalar, hisob varaq fakturalar va boshqa hujjatlarni imzolash. Bunday operatsiyalar biometriya va SMS orqali tasdiqlanadi. Ikkinchidan, platformadagi elektron hamyon bank hisob varaqqa tenglashtiriladi. Uchinchidan, yiriklashtirilgan mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodidan foydalanishga ruxsat etiladi. Uchinchi, mehnat munosabatlarida joriy etiladigan tartiblar. Shu kunning o'zida ish haqi tajriba loyihasi, ishchi har kuni haq oladi. To'lov ish bajarilgan kuni kiritiladi. Yangi mexanizmni qo'llash quyidagi shartlarga asoslanadi: elektron shartnoma, elektron hamyon, soliqlarni to'lash. Tadbirkorlik subyektlari o'rtasida teng sharoitlarni ta'minlash maqsadida 2026-yil 1-yanvardan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bekor qilinadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan yillik aylanmasi 100 million so'mgacha bo'lganda, oldingi tartib kabi aylanmadan olinadigan soliq to'lamaslik amaliyoti bekor qilinmoqda. Shuningdek, 1 milliard so'mgacha daromadga ega yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliqning pasaytirilgan stavkasi 1% miqdorida belgilanadi.